ekspert bo'lavering, shuni qamatmoqchi. Chakka mashina ochilyapti hozir. Kosmetolog qilgan shu narsani. Mana bitta qiz keladi-da, mana bittasi turibdi mana hozir. Men buni pattashga qildirgan, ikki tomondan. Terini olish o'zi tabiiy oladigan o'lchamingiz bor-da, 3 santimetrdan oshib ketish kerak emas hech qachon. Kesib ovoz o'lchamini oldingiz, o'sha 3 santimetrdan oshib ketdimi, tik olib kelib tikurasiz bu narsani siz. Lekin ip olasiz-ku, sekin ochilib boshlaydi. Ikki chakka mashina ochilyapti hozir. Kosmetolog qilgan shu narsani. Menga o'zi kelmoqchi bo'lgan. Men aytdim, kosmetologga bormay, lutch qildirmang degandim. Sizniki qimmat degan. Menga aytdi, kelishda bering. Hop, qancha beraman? Rosa yananda. Hop, bo'pti, qilib beraman dedim. O'zim unaqa teng yarim ham emas-da, tushunasizmi? Maslahatingiz siz menga dedi, ekspert bo'lavering, shuni qamatmoqchiman. Men senga nima, men senga advokatman qamat beraman dedim. Bo'ldi, bordim, men senga maslahatim, buni bitqaz. U yana maslahat beryapti kosmetolog, o'zi teri yetishmaydi bu. Tushunasizmi? Teri yetishmaydi. Bu mana men teri olib tashlagan. Tegi muskul. Bu endi ikkilamchi bitadi, muskul ustki qavatda как будто teridek bitadi. Bitgandan keyin ikkilamchi bitish bo'ladi bunda. Bu yerda kosmetologga aytibdi, keyin 3 oydan keyin 6 oydan kelasiz deyapti, buni yana kesib qattiq beraman. O'zi teri yetishmayapti o'tiga. Yuribdi, tushadi, yiringlangan, boshqa bo'lgan. 3 kun yiringlab ketgan. Hech qachon 3 kun yiringlash uchun siz isqit qo'l bilan ishlashingiz kerak. Instrumentingiz ochiq holatda yotgan bo'lishi kerak. Bitadi, bitishga bitib ketadi. Keyin hozir aytayapman, hop sen hozir qildirasan. Endi bu holatni to'g'rilash uchun